Toshkentda noma'lum erkaklar pichoq yashirib kvartiralar bo'ylab yurgani ma'lum bo'ldi. Hodisa 5-yanvar kuni Kadishva hududidagi yangi qurilgan uylarda sodir bo'lgan. Ular ketma-ket bir nechta uylarga borib, kvartiralarning eshiklarini birin-ketin taqillatishgan. "Men pastda turadigan qo'shningizman, tashqariga chiqsangiz gaplashib olamiz" degan so'zlar bilan murojaat qilgan. Yaxshiyamki qo'shnilardan hech kim eshikni ochmagan va videolar domofonga yozib olingan. Keyinroq ma'lum bo'lishicha, 1984-yilda tug'ilgan O.S. ismli shaxs mast holda bo'la turib Yashnobod tumanidagi ko'p qavatli uylardan birida qo'shnisi D.U.ning eshigini taqillatgan, uni bezovta qilgan. Sovuq qurol sifatida foydalanilishi mumkin bo'lgan ashyoni qonunga xilof ravishda olib yurgan. Ichki ishlar organlari tomonidan unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183, 185, 194 moddalari bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. To'plangan hujjatlar jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tumani sudiga yuborilgan. Sud tomonidan ushbu shaxsga ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan.